Oliy Majlis Senatida xalq deputatlari mahalliy kengashlar tomonidan aholi murojaatlarini ko'rib chiqish hamda ularning sessiyalarida davlat organlari va tashkilotlar rahbarlarining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha hisobot, axborotlari eshitilishini samarali tashkil qilish mavzusidagi seminar o'tkazildi. Dastlab shu haqda. Zoom platformasi orqali o'tkazilgan seminarda xalq deputatlari, viloyatlar, shahar, tuman kengashlari deputatlari, kotibiyatlari xodimlari, xalq qabulxonalari, prokuratura organlari vakillari ishtirok etib, mahalliy vakillik organlari tomonidan aholi murojaatlarini ko'rib chiqish hamda davlat organlari va tashkilotlari rahbarlarining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha hisobotlarni sessiyalarda eshitish masalalari muhokama qilindi. Seminarda davlatimiz rahbarining 2026-yil 1-apreldagi 51-sonli farmoniga muvofiq aholi murojaatlari bilan ishlash bo'yicha davlat organlari va tashkilotlari rahbarlarning hisobotlarini muntazam eshitishning yangi tartibi joriy etilgani alohida qayd etildi. Mazkur tartibga ko'ra hokimlar hamda hududiy davlat organlari va tashkilotlari rahbarlarining murojaatlari bilan ishlash hisobotlari mahalliy kengashlar sessiyalarida har chorakda kamida bir marta eshitib boriladi. Bu esa mahalliy kengashlarning deputatlik nazoratini amalga oshirish imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Seminarda mahalliy kengashlar o'z vakolatlarini amalga oshirishda hududlardagi xalq qabulxonalarining axboroti va aholi murojaatlari tahlili asosida davlat organlari rahbarlari hisobotlarini tanqidiy va tahliliy ruhda ko'rib chiqishi ta'kidlandi. Aholi tomonidan tushadigan murojaatlarni o'rganish, ularni davlat organlari va tashkilotlari tomonidan olib borilayotgan ishlari, o'rganish jarayonlarini xalq deputatlari tuman va viloyat shahar kengashlarida sessiyalarga olib chiqish va hisobotlarni eshitish bo'yicha xalq deputatlari, tuman kengashi, shahar kengashi, viloyat kengashi deputatlari o'zimizga tegishlicha vazifalarni belgilab oldik hamda belgilab berdi Oliy Majlis Senat tomonidan. Bugungi kunda aholini murojaati aynan onlayn tarzda ham murojaatlar bo'lib borilyapti hamda o'rganish jarayonida hamkor tashkilotlar aynan shu masala yuzasidan hamkor tashkilotlar bilan ijobiy tomonga hal qilish hamda fuqaroni qiynab kelayotgan muammosini hal etishdagi masalalarini birgalikda o'rganish bo'yicha bir qator vazifalar ham belgilab berildi. Seminarda Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqish va ijro intizomini ta'minlash bo'yicha qo'llanma mazmuniga ham to'xtalib o'tildi. Unda sohadagi qonunchilik talablari va amaliy mexanizmlar yoritilganiga e'tibor qaratildi. Tadbir yakunida aholi murojaatlari bilan ishlash borasida mahalliy kengashlarning nazorat faoliyati samaradorligini oshirishga doir taklif va tavsiyalar bildirildi.